Salom do'stlar, men yangi kanal ochdim. Dilasa Nabiyevman. Albatta Dilasada yangiman va bugun men sizlarga o'z akkauntimni obzor qilmoqchiman. Xo'sh, akkauntni bestim o'zgartiramiz va sizlarga birinchi navbatda hujumchilardan boshlab beraman. Erling Haaland. Haalanddan 4 ta yuz chiqqan, ularga bir kam dunyo bo'lib qo'ygan. Ammo zo'r o'ynab beradi. Prям eng zo'r o'yinchilarimdan biri desam ham bo'laveradi. Va Muhammad Salah. Bu o'yinchi 6 ta yuz chiqmay qolgan. Prime davrida olganman. 16 payti va Viniciusni ham 2024-yil olganman. Bundan ham chiqmay qoldi. Va Belligolda yaxshi ham. Valverde 4 ta yuz chiqqan va Bruno Guimaraes. Bu o'yinchi просто Braziliyani yoqtirganim uchun qo'ygan. Keyin o'rta himoyada Mickey Van de Ven va Carvajal. Van Dijk 5 ta yuz. Menga eng yoqadigan o'yinchi Van Dijk. Mana shu Sassuolo, chunki u super darajada kuchaygan, ko'rishingiz mumkin. Va Teo Hernandez ham ajoyib gol bo'lgan. Edersonni olib qo'yganman vaqtida, kerak paytida albatta. Salibani endi kuchaytirmoqdaman va Andrew Robertsonni ham vaqtida olib qo'yganman. Di Lorenzo ham xuddi shu toifasida va Casemironi ham vaqtida olib qo'yganman. Bundan afsuslanmayman, Casemironi olganimdan. Va Bruno Fernandes menga unchalik yoqmay futbolda, ammo yaxshi o'ynab beradi. Rivaldodan 6 ta yuz chiqara olmaganim o'zimga ham alam qilgan. Silasiga ko'p berib yuborganman. Bekor berganman deb o'ylaganman keyin. Va bizda zaxira Alisson ham ajoyib gol bo'lgan. Eng kuchli darvozabonim. Darvozabon olmaganman. Va bizda zaxiradan ko'rib olamiz mana shu bitta. Mbappe, Kenan Yildiz, Rodrigoni vaqtida olganman. De Jong, Sam Stein menga eng yoqadigan APZ pozitsiyasida o'yinchim. Cristiano Ronaldo, Modric, Vlahovic, Ciro Immobile, Di Maria aytmoqchi. Di Mariani olganman. Carvajal ko'rsatmadim adashmasam. Chiesa, David De Gea, Joao Felix, Jorginho, Navas va o'yinchilar ko'rsatmayman. Va bizda eng super futbolchi mana Kenan Yildiz. Bolalar buni full qilish uchun ko'p vaqtim ketmadi. Bo'lmasa yiqib turaman men o'zi full qilish uchun. Hozirda mana shuni bunday full qilganimdan so'ng men juda baxtiyor bo'lib ketganman, xursand bo'lib ketganman. Akkauntim juda kuchli bo'lib turibdi. Va Mbappeda bir kam dunyo bo'lib qoldi. Kontrol 9. Juda ham alam qilgan o'shanda kontroliga 0.8, 0.7 ni berib qo'yganda oxirida tushib. 0.2 yetmay qolganda kontrol 100 bo'lishiga. Ammo shunda ham zo'r o'ynab berdi. Va Rodrigoni men vaqtida olib qo'yganman 93 paytida. 2024-yil olganman. O'sha payt 93 edi. Hozir 90 bo'lib qolgan bilsanglar, ya'ni 80, 90 bo'lib full bo'ladi. Mana 300 bundan ham ajoyib. Va Frenkie de Jong. Hozir adashmasam Frenkie de Jong 82 mi? Shunday bo'lishi kerak, 82 bo'lishi kerak. Va men 83 paytda olganman. Bu ham ajoyib futbol bo'lgan. Keyin esa menga eng yoqadigan o'yinchilardan biri Sam Stein. Uning gollari juda ajoyib bo'ladi, chunki ular yut. Ayniqsa buni bu yerda o'ynatishni yoqtiraman. Va ajoyib futbol bo'lgan. Hamma narsasi zo'r. Va men afsuslanmaydigan eng zo'r o'yinchilardan biri olganimga 3 ta yuz chiqarganman. Toni Kroos vaqtida olib qo'yganman. Bu juda bo'lgan menga. Chunki Toni Kroos o'sha 2024da faoliyatini yakunlavordi. Men o'shanda olgandim.
va bu ham ajoyib tarzda full bo'lgan. Uglovoyni krossga ko'tarsam juda ham bilasizlar, chiqarib yuborishi mumkin. U atorot qilib mumkin. Atorot qilolmay pas berdi bu. Pas bilan kontrol 100. Va bizada Cristiano Ronaldo 400 chiqmas ekan. Faqat tepasiga bersam ham chiqmadi 400. Mayli. 300 chiqsa ham yaxshi bo'lardi. Hatto Uskarinaning o'rniga Skors berganda. Mayli, qo'yamiz-da. Keyin esa Luka Modric. Buni ham full qilganman. Hozir 82 bo'lib qolibdi. Olib sotaymi deyapman, lekin qolaverdim, chunki bunday futbol qiyin. 200 chiqqan. Uskarina 90 ajoyib bo'lgan. Va hozir darajasi 77 ga tushib ketgan o'yinchi Dušan Vlahović. Men uni 80 paytida olganman va 300 chiqarganman. Juda ajoyib full bo'lgan Dušan Vlahović. U men uchun hujumning o'rtasida Holandning o'rniga zamin bo'lib tushishi mumkin menda. Ya'ni bo'yi 1.90 bo'lgani uchun headerlik vazifasida o'ynaydi. Va biz Ciro Immobile hozir 76 darajada va men uni 80 darajaligida olganman. Ya'ni u Lazio safida o'ynab yurardi o'sha paytda. Va bizda Angel Di Maria. Bu o'yinchi yaxshi full bo'lmagan, ammo men buni olib qolganimga maza qilaman-da, chunki hozir Angel Di Maria yo'q. Tем более 80 darajalik paytida olganman va full qilganman. Va Carvajalni ham vaqtida olganman, adashmasam. Chunki hozir u 80 darajaga ham tushib qolgan. Men 82 darajalikda olib 92 qilib 300 bilan full qilganman. Va men Euro 2021 esingizda bo'lsa, Italiya chempion bo'lgan edi. Va o'shandagi Federico Chiesani super darajada full qilganman. O'sha payt olgandim. Keyin esa u 80 darajaga chiqib qolgan ekan. Keyin esa yo'q qoldi, bilasizlar. Hozir 76 darajaga tushib qolgan. Va David De Gea. David De Geani sariq paytida olib sotib yuborgandim. Afsuslandim. Keyin esa yana David De Geani qaytarib oldim. Va u ham ajoyib full bo'lgan, chunki reaksiyasidan 90 chiqqan. Va bizada yana bir Ronaldoning sherigi Joao Felix. Ya'ni Al Nassrda birga o'ynashmoqda va undan ham 2 ta 100 chiqarib qo'yganman. Ajoyib full bo'lgan o'yinchilardan biri. Va o'sha Italiya chempion bo'lgandagi Jorginho. Bu o'yinchini olib qolganimga shukr qilaman. Hozir u Braziliyada Flamengo safida o'ynayapti, adashmasam. Va Italiya chempion bo'lganda u opornik vazifasida ajoyib o'yinlar o'tkazgan va hozir u DLSda yo'q. Va Keylor Navas. Hozir uning darajasi 76. Men 77 paytida olib 87 qilib full qilganman. Bu ham ajoyib full bo'lgan eng yaxshi o'yinchilarimdan biri edi. Va mana sizlarga akkauntimni obzor qildim. Endi stadionga o'tamiz. Stadion hozir ko'pchilikdan eshityapman, stadionni to'liqchayin yopib bo'lmayapti ekan full qilib. Men o'sha paytda full qilganman va trenirovkani full qilganman. Bu juda kerak narsa edi, trenirovочный sentr, ya'ni buni kuchaytirsangiz, kuchaytirishlar soni mana 157 taga yetib qoladi. Legendarnik kuchaytirish. Agar uni umuman kuchaytirmasanglar 225 tamdi, shunaqa tushunsa, 215 tam 225 taga kuchaytirib o'tirgandan ko'ra 157 taga kuchaytirasizlar. Ya'ni o'zi yozib qo'yibdi 225 deb. 157 taga kuchaytiraman men. Va kuchaytirishlarim bor hozir. Men buni kelasi videoga yig'ib qo'ydim, olmos va kuchaytirishlarni. Ya'ni kelasi videoimda men Gabriel, Saliba va Harry Maguire'ni full qilaman. Kelasi videoni kutinglar. Men mana shu 3 ta futbolchini full qilish videosini chiqaraman. Va so'ng Batistutani full qilamiz, xudo xolasa. Taklif bo'lsa Kubo tushdi menga birinchi agentdan. Mayli, uni lekin bilmadim, Yaponiya qayoqqacha chiqadi. Yaponiya chiqishiga bog'liq uning natijasi. Mayli, bizda adashmasam Bastonini sizlarga ko'rsatmadim. Mana Bastoni ham ajoyib full bo'lgan. Hozir 94 ekan darajasi, 84.
Lekin bittasida ko'rdim 94 ga full qilgan, lekin unda ham xuddi shunday full bo'lganda 400 va 93 otbor bo'ldi. Ya'ni 94 darajasida o'ynab bera oladi endi Bastoni. Bo'yi 1.90, kallada yaxshi o'ynaydi. Ya mana Gabrielni ham bo'yi 1.90 ekan, Saliba 1.92, Maguire 1.94. Maguire'ni nega oldim? Chunki men Manchester United va Real Madrid muxlisiman shaxsan. Va Maguire'ning o'yinlari menga bu mavsum juda ajoyib yoqdi. Ajoyib mavsum o'tkazdi Maguire. Va shuning uchun ham Maguire'ni full 80 bo'lib qoldi. Saliba ikkalasini kuchaytirdim. Gabriel. Keyin esa video olish xayolimga kelib qoldi, youtuberlik qilish. Va sizlar qo'llab-quvvatlasanglar, kelasi videolar tez-tez chiqaveradi. Va men mana ko'rishinglar mumkin, birinchi tierga bugun chiqdim. Bolalar bugun chiqib mana ikkita durang, ikkita mag'lubiyatni ham qabul qildim. Ammo men to'xtamayman. Birinchi tierda chempion bo'lganimni hali video qilib chiqaraman, xudo xolasa. Hammaga xayr, sog' salomat bo'linglar bolalar.